Haj 2025. Jondorlik ziyoratchilar haj amallarini bajarish uchun yo'lga chiqdilar. Muborak haj safariga borish, tabarruk Ka'batullohni tavof qilish har bir mo'min musulmonning niyati va orzusidir. Davlatimiz rahbarining bevosita tashabbusi va g'amxo'rligi, diniy ma'rifiy sohadagi ulkan islohotlar tufayli bugun ko'plab yurtdoshlarimiz ushbu farzni emin-erkin ado etish baxtiga erishmoqdalar. Ana shunday ulug' imkoniyatlar bois bugun 52 nafar jondorlik ziyoratchilar ham qalblarida quvonch, tillarda shukronalik bilan muborak haj amallarini bajarish uchun yo'lga chiqdilar. So'zim boshi bismillah, xolis niyatim hamroh, nasib aylasa Alloh, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Tuman hokimligi vakillari va soha mutasaddilari, imomlar, jamoatchilik vakillari ziyoratchilarni kuzatish uchun tuman markazidagi Qutayba ibn Muslim jome masjidida jam bo'lishdi. Alloh taoloning bayti sari yo'l olayotgan ziyoratchilar eson-omon haj amallarini bajarib, yurtimizga sog' salomat qaytib kelishlari uchun Yaratuvchidan duo qilib so'raldi. Bu ulug' safar faqatgina ruhiy poklanish emas, balki qalb va tana uchun ham tozalanish, gunohlardan xalos bo'lishning ulkan imkoniyatidir. Qayd etish joizki, ziyoratchilarga safar davomida Makka va Madina shaharlarida barcha sharoitlarga ega mehmonxonalar, xizmat ko'rsatib tajribali ishchi guruh va malakali shifokorlar hamrohlik qiladi. Alloh taolo barchamizni ushbu ulug' ne'matga musharraf etsin.